Bir xonali kvartiralar kamayib ketdi, bilasizlarmi? Lekin bizda bir xonali kvartiralar yetarlicha. Xohlasangiz naqdiga kelib savdolashib olib keting, xohlasangiz birlamchi ipotekaga oylik to'lovlari mana shu kvartiramizni 4.400.000 so'mdan chiqarib ketsangiz bo'ladi. Uyimizni bir boshdan obzor qilaman. Asosiy qurilish eshigi, yuvinish xonasi umumiy, bu yoq taraf oshxonamiz. Uyimizning maydoni 43 metr kvadrat. Bu yoq tarafda o'zini balkoni ham mavjud. Xo'p, uyimizning asosiy xohlasangiz zal, xohlasangiz spalniy qo'yiladigan xonasi. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Sergeli 5-bekat metrosiga 3 kilometr radiusda joylashgan Sokin makon turar joy majmuasiga kelganmiz. Mana bu yo'lning narigi beti Yangi Hayot tumani, yo'li bu beti Toshkent viloyati Zangiota tumani hisoblanadi. Uyimizni birlamchi ipotekaga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, boshlanish to'lovi $16.800, oylik to'lovlari 4.400.000 so'mdan chiqadi. Birlamchi 18% ipotekaga xarid qilishingiz mumkin. Uyimiz 16 qavatli domni 10-qavatida joylashgan bo'ladi. Pastda nomerlar bor. Uyimiz yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib qo'yamiz.